Birinchi tur, 6-savol. A va B natural sonlar uchun ushbu tenglik o'rinli bo'lsa, ya'ni A ko'paytirilgan B 24 tenglik o'rinli bo'lsa, quyidagi ifodaning eng katta, ya'ni maksimal qiymatini topishimiz kerak ekan. Endi nima qilamiz? Bunaqa turdagi misollarda bizni qiladigan ishimiz. So'rayotgan ifodaga qarayman. A qo'shilgan 2B ayrilgan 1. A va B ni orasida plus bor. Ikkalasini ham oldida har xil, ya'ni turli bo'lgan koeffitsient mavjud. A ni koeffitsiyenti 1 ga teng, B ni koeffitsiyenti 2 ga teng. Ya'ni B ga 2 ko'paytiriladi, A ni o'zi turadi. B ga 2 ko'paytiriladi, keyin ular bir-biriga qo'shiladi. O'sha narsani topishimiz kerak biz. Ya'ni o'sha yig'indining eng katta qiymatini topishimiz kerak. Endi e'tibor beradigan joyimiz. A ko'paytirilgan B ni biz turlicha tasvirlasak bo'ladi. Agar A va B natural sonlar bo'ladigan bo'lsa, biz uni 1 kara 24, 2 kara 12, 3 kara 8, yana turli xil ko'rinishlarda tasvirlab, A bilan B ni o'rniga olib borib qo'yadigan bo'lsak, bizda turli xil javoblar chiqadi. O'sha turli xil javoblarning eng kattasi kerak deyapti bizga, aniqroq sharti. Endi A ko'paytirilgan B ni mana shunaqa turli xil usullarda tasvirlasam bo'lar ekan. Endi meni qiladigan ishim, bizda 2B bor. B ni koeffitsiyenti katta, B ga 2 ko'paytiriladi, keyin A qo'shiladi. Endi biz nima qilishimiz kerak? Biz mana shu B ga eng katta qiymatni olib kelishimiz kerak. B ni biz qanchalik kattartirsak, unga 2 ko'paytiriladi, yana ham kattaradi. A bizda kichkina son bo'lib qolsa ham farqi yo'q. B bizda katta bo'ladi. O'sha qiymat eng katta qiymatga keladi. Endi B ga eng katta nimani olib kelsam bo'ladi? A ni B ni 24 deb turib 24 olib kelib qo'ysam bo'ladimi? 24 dan katta qiymat olib kela olmayman. O'zi ko'paytmani o'zi 24 ga teng. Demak, A bilan B ni 1 kara 24 deb turib, A ni o'rniga 1, B ni o'rniga 2 olib ketdi. 24 olib keladigan bo'lsam, mana shu qiymat menda eng katta bo'ladi. Birlar qisqarib ketar ekanda 2 kara 24 48 ga kelar ekan. Xulosa shunday, qaysi harfni, o'zimiz tilda aytganda, qaysi harfni oldida kattaroq koeffitsient turgan bo'lsa, o'sha harfga biz eng katta qiymatni olib kelib qo'yishimiz kerak. Chunki men hozir A ni o'rniga 2, B ni o'rniga 12 qo'yib yuborsam ham bo'lardi, yoki A ni o'rniga 3, B ni o'rniga 8 qo'yib yuborsam ham, yoki boshqa ko'rinishlarda tasvirlasam ham bo'lardi.